آمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Muhtaram birodarlar, ekstremizm va terrorizmga qarshi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatda salafiylar, vahobiylar e'tiqodidagi ahli tariqat, sufizmni ular shirk deb e'tiqod qiladi. Biz ahli sunna val jamoa to'rt mazhab va aqidasida, ya'ni tasavvuf, haq va tarbiya sohasi islomda. Shuning uchun tarbiya sohasi qanday bo'lishini shu Imom Qushayriyning Risolati Qushayriya asarlaridagi tasavvuf haqidagi dalillarimizni aytishda davom etamiz. Bugun Abu Zakariya Yahyo bin Ma'uz rahimahullohni o'tganda suhbatlarda shu kishini so'zlaridan aytishni davom etgandik. Ya'ni bu safar ham shuni davom ettiramiz. Davomidan ularning hikmatli so'zlarini keltirishda davom etamiz. U zot aytadilar: Yamonlarni seni maqtashi shu o'zi nuqsondir. Yamon seni maqtayaptimi? Demak, seni nuqsoning o'sha o'zi o'shani maqtashi. Yamon seni yomon ko'rish kerak. Shunda sen to'g'ri ketayotgan bo'lasan. Ya'ni fosiq zolimlar o'zlariga o'xshamaganda hech qachon nima qilmaydi? Yaxshi ko'rmaydi. Demak, qaysi bir jihatdan sen shularga yoqqansan, seni shu o'shalarga mos tushadigan bir jihating borligidan maqtalasan. Ular maqtasa o'zingni tekshir dedilar. Agar fosiq, buzuqlar, yomonlar seni maqtasa, sen o'zingni tekshirginki, shu qayoqdan maqtayapti, o'sha tarafingni tekshirsanda buzuq joying bor. Shu tarafdan. Bu nafs tarbiyasiga qarang, tasavvuf qanday nozik jihatlar bilan insonni tuzatadi. Bu vahobiylar, salafiylar bilan nima deydi? Shirk deydi bu soha. Dinsizni yomon ko'rishi dindorlikni rivojidan bo'ladi. Dinsiz yomon ko'ryaptimi? Demak, sendagi dindorlik yaxshi darajada. Agar dinsiz seni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, demak, sen o darajang sus. Oriflardan birini bir kishi maqtagan ekan, yig'labdi-da. Nimaga yig'laysiz desa, ma'na bir fosiq maqtadi. Demak, menda bir nuqson bor. Men yig'lagan ekan. Bir yomon sifatim bor-ku, uni meni yomon maqtayapti degan ekan. Yana deydilar: biz mana zohidlik haqida gapirib ketyapmiz. O'tgan suhbatimizda Tavba bobidan keyin ikkinchi do'ng bu zohidlik qiri, ya'ni tog'i. Shu zohidlik tog'idan biz oshmagunimizcha Xudoni rozi qila olmaymiz, ya'ni rozilik maqomiga yetib bora olmaymiz. Bunda 7 ta tog' bor. Endi men hozir Tavba tog'idan o'tib ikkinchi zohidlik tog'i haqida gapiryapti. Zohidlik bu nafs o'ziniki bo'lib turgan narsani ham me'yorda ishlatish, me'yoriga tushirish va nafs xohlagan narsalarga tez-tez chappash qilib turish. Zohidlikning umumiy qoidasi shu. Nafsni shitratmaslik, nafsni tarbiya qilish, siqish. Qissada 10 kilo go'sht yeyishga pul bor, lekin 200 gramda olib o'sha kifoya qilgan bo'ldi. Undan oshiqqa kerak emas. Mana shunda ana shu zohidlik ana shu. 100 mingga to'y qilishga kuchi yetadi, 10 ming bilan to'y o'tkazadi. Urib o'tyapti normalni. Ana shu zohidlik. Isrofgarchilikni oldini olish, manmanlikni oldini olish, nafsini xohlaganiga ters ish qilishlik zohidlik. Ana shu zohidlik maqomi. Bu kishi yana aytdilarki, zohidlikning haqiqatiga yeta olmaydi toki unda 3 ta xislat bo'lmaguncha odamda. Aloqasiz amal, ta'masiz so'z, rahbarliksiz azizlik. Endi buni sharhlab tushuntirib beramiz. Aloqasiz amal bu qiladigan amalni boshqani aloqasini kiritmaslik. Xudo uchun qilish shuni. Boshqani aloqador qilmaslik. Hatto nafsini ham aloqador qilmaydi ular. Zohidlar hatto nafsini ham aloqador qilmaydi amaliga. Ya'ni riyo qilmaydi. Faqat Xudo uchun qiladimi? Tamom, boshqa uchun qilmaydi. Amalni aloqasiz amal deganda shuni nazarda tutadilar. Yana aytibdilarki, ta'masiz so'z. Bir joyda yaxshi gapirayotgan bo'lsa, olim bo'ladimi, u boshqa bo'ladimi?
ta'ma qilmasin. Shu yerda shu gapni shu aytsam, odamlar meni yaxshi ko'rib qolsin degan tamagirlik bo'lmasin. Shu yerdagilar meni ilmimga qoyil qolsin deb gapirayotgan bo'lsa, ana shu ta'mali so'z hisoblanadi. U zohid bo'la olmaydi bunda qolim. Har qancha bulbuli go'yo olim bo'lsin, agar bir suhbat tashkil qilib, shundan biror bir manfaat nafsi uchun, o'zini maqtalishi uchun biror manfaat bilan uchungina gapirsa, u zohid bo'la olmaydi. U bu do'ngni o'ta olmaydi. Xudoni rozi qiladigan bitta do'ng qolib ketgan hisoblanadi. Ya'ni buni darajasi past hisoblanadi. Ta'magir u har bir gapini, islom gapini gapirishdan o'sha yerdagilarning ichida maqtov olmoqchimi? Bo'ldi, mana shuni o'zi ta'magirlik. Ta'masiz so'z deyaptilar. Gapiradimi? Faqat Xudo rizo uchun gapiradi. Boshqa narsani umid qilmaydi. Qalbidan butunlay sidrab chiqarib tashlaydi. Zohid ana shu. Zohid yomonlash va maqtovni bir pul bo'lishi zohid. Zohidlikning yana bitta darajasi mazzamat bilan maqtov, yomonlash bilan maqtov barobar bo'lib qolsa. Hozir bizga shunday barobar bo'ladimi? Yo'q. Maqtasa suyulamiz, yomonlasa xafa bo'lamiz. Biz holi zohidlik maqomidan o'tganimiz yo'q. Xudo bizdan rozi bo'lishi uchun bu dunyodan o'tish kerak. Yaxshi o'lim topish uchun, o'limdan keyin bayram bo'lib ketish uchun, o'limdan keyin yaxshi bo'lib ketish uchun. Xohlaysizmi, birov kelsa bir mushuk qo'yib, behush qilib boshqa joyga olib borib, shungizga keltirib shalaqa qasr bersaki, har bitta xonasida bitta xuri pari chiqib ketsa, senga uylandim, mana shunga xotinsan desa. Bo'g'roqlar bo'lsa, uchadigan ulovlari bo'lsa, o'sha burib behush qilib olib o'tib ketib, o'sha bir necha soatdan keyin mashinaga bosib olib ketib, shunaqa joyga olib borib, shuni o'zingizga keltirsa, rahmat deysiz. Hammamiz ham shunday. Shuna bir manzilga olib borsa, o'lim shunaqa narsada, Azroil kelib burib behush qiladi, olib boradi. Hammani yo'q. Biz aytayotgan zohid, mana shu 7 ta do'ngda o'tgan odamlarga aytilgan gapni biz o'zimizga to'g'rilab o'tiramiz, ko'ramiz to'g'ri bo'lib. Lekin maqtov bilan mazamat yomonlash bizga yomon ta'sir qiladi. Pichoqlashib ketamiz kerak bo'lsa. Zohid ham yo'q, hech narsa yo'q. Tavba ham jamga yo'q. Bir yog'ida tavba bo'lsa, ba'zi ishlarda tavba yo'q. Shu turishga Azroil kelib bir urib nariga olib borib, menga chiroyli xotinlarga uylantirib qo'yadi deb o'tiribdi bu chol. Bu bo'lmaydi, sizga unda bo'lmaydi. U undaqa bo'ladi. Kimga shu maqomlarga yetib, nafsini tarbiyalab, shu maqomlarni oshib o'ta olganga bu oson ish yo'q. Lekin biz bir marta kelamiz dunyoga, bir marta, shans bir marta. Bir marta beriladi bu shans. Kuchukni keyingi oyoq bo'lib o'tib ketishdan ko'ra harakat qilib qo'yish kerak endi. Aytgandan keyin o'rganish kerak va unga amal qilish kerak. Zuhdi gapirish she'rin, amali achchiq degan ekanlar. Shu mana hozir gapirish oson bu gaplarda. Yomonlashma, yaxshi deyishdan bir xil bo'lishi, bular nafsga qarshi ish qilish, hammani naq turgan kayf safoni qilmay, dasturxonga bir xil ovqat qo'yib, bir xil meva qo'yib, har xil mevalarni yig'ishtirib tashlab, u oson yo'q, bu nafs. U bor qaznondan olib keling, qo'yib etgan. Tarvuzni so'yib keling, qavunni so'yib, zomitcha bor etdaysan, o'rikni olib kel. Bo'ladi bitta xil meva. Tarvuz debsan bo'ldi-da. Zohid nafsiga qarshi odam mana shu istayaptimi qo'yalanib. Turaversin, nima qilasan? Bor bitta mevani yeylik deydi. Zuhd yo'q odam hammasi bor-ku deydi. Ya o'sha bo'lib turib yemaganing, kamaytirganing zuhd. U yo'q, u shundoq ham yemaydi u. Yo'q bo'lsa shundoq ham yemaysan sen uni. Uni zohidlikka nima aloqasi bor? Yo'q. Zohid boy bo'lib kissasida bo'lib, uyida bo'lib shuni nafsini tergaydi. Mana bunga zohid deydi. Bu gapirish she'rin, ana yoqadi-da, gapirsa hammaga yoqadi. Hech kimga olib yoqmay qolmaydi bu gap. Yoqadi she'rin. Lekin amal qilish qiyin-da o'sha vaqtda. Hamma boshining ustiga kelganda amal qilishda qiynaladi. Shuning uchun gapirganda nima qiladi?
tamagirlik qilmaydi. O'zining nafsini ham. Mana shu sof ubudiyat ana shu. Faqat Xudo uchun ibodat uchun gapiring. Biron joyda gapiring, faqat Xudo uchun gapiring. Yomon ta'siri ham zo'r bo'ladi, o'zingiz ham rohatlanasiz. Amaldan rohatlanish Xudo uchun bo'lsa rohat tuyadi odam. Xudo uchun bo'lsa charchab, nervlar buzib charchab qoladi. Odamlar uchun gapiring 1 soat. Tamom to'kilib charchaysiz. Lekin Xudo uchun 10 soat gapiring mana shu. Xudo taolo shuni ushlab turadi nervni. Chunki sir borda, sekretlar bor. Amalda ham shunaqa, namozda ham shunaqa. Bekorga Imom Azam rahmatullohi 40 yil xiftamda Torat bilan bomda o'qimaganlar. Kechasi charchatmaganda u Xudo uchungina bo'lganda u. Aytibdilar-ki, riyosatsiz azizlik deganda rahbar bo'lmasdan biror joyga bundoq dunyoda bir martaba egallamasgan bo'lsa ham Xudoni aziz qilgani, mana shu ilm iymonni berganidan o'zini aziz his qilish, ulug' his qilaverish. Albatta rais bo'lmasa mana avlodlarda qolib ketamiz deb o'zini xor tutmaslik. Endi o'ziga o'zi, odamlar ichida emas bu. O'ziga o'zi shuncha ne'matni berganiga shukr sifatida riyosatsiz azizlik deb shuni aytadi. Yana deydilar, rahbarlik hidi kelgan odam zafar topmaydi. Endi bu kimga aytilyapti? Bu rahbarlar siyosat qilish kerak. Ular sal o'zini tutib rahbar bo'lgandan keyin, rais bo'lgandan keyin unga ravo sal balandroq turib muomala qilish. Chunki hammani boshqarish kerak u. Aymoqi bo'lib olmaslik kerak u. Bu uning vazifasi. Lekin bu yerdagi rahbarlik hidi kelgan kim desa, ahli ilm, ahli tariqat, sufi, Xudoga ketayotgan odam. Bundan rahbarlik hidi kelmas kerak. Masalan, bir kishi talabalik vaqtida nima qiladi? Yoshgina bo'ladi. Masalan, kamchiligini aytsa, xo'p deb to'g'rilaydi. Ish buyursa dek ketib qilaveradi. Vaqt o'tib sekin ilm olim bundoq qaraydi, mahallada o'ziga yetadigan ilmli qolmabdimi? Bundoq qaraydi, o'zgaradi, sekin nima rayosatni hidi paydo bo'ladi unda. Raislik. O'zini ancha hammadan ustun ko'rish, aybini aytsa yomon ta'sir qilib ketish. Masalan, xatosini aytib bo'lmaydi uni o'sha. Bu talabaligida yaxshi edi, xatosini aytsa qabul qilardi. Ilmsizligi yaxshi edi uni ilm olgandan ko'ra. Qarang, mana shuni aytyapti. Rayosatni hidi kelmas, ya'ni rahbarlik hidi kelgan odam zafar topmaydi. Asta-sekin nima qiladi? Tantilik paydo bo'ladi unda. Tanti bo'lib qoladi. Ancha-muncha gap yo'qmaydi. Bitta gap kam, ikkitasi ko'p, 1.5tasi yo'qmaydi. U ham to'g'ri kelmaydi. Mana shunaqa odam bo'lib qoladi-da. Ilm ko'paygandan keyin. Endi atrofida shunavandalar ko'payib, shogirdlar ko'payib, voy boshlagandan keyin maqtov, bu muxlis, olim, taqvo deyorgandan keyin bunga shu gap yoqib qoladimi? Sekin bironta san riyokorsan desa, tamom osmon uzilib tushadi. Tamom yer osmondan xafa bo'lib ketadi. Ma'ni qadrim shumi deb o'tib ketadi. Ma'na bu zohid emas u. Bu odam nima riyosatda hidi kelyaptimi, rahbarlik deydi. Bu zafar topmaydi deyaptilar. Ya'ni zafar degani yutuqqa erishmaydi bu degani. Ahli ilm futbolni yosh bolalar o'ynab ketarish kerak. Ya man raislikda hidi kelib turmas kerak, men shularga teng bo'ldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llaridan Madina ko'chalaridagi xohlagan cho'ri yoki qul yuring men do'mim nimaga daraxtga osilib qoldi, olib bering desa, borib chiqib olib berib shularni ma'ruf yuraverganlar. Ya men kimsan, kimcha borib onam dadangga deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday xulqlari shunday edi. Yoki birinchi marta payg'ambarimizni qidirib kelgan odam masjidga shunday kirib, sahobalar bilan quruq bo'lib gaplashib o'tirgan bo'lsalar, taniy olmay qaysi birlaring Muhammad der ekan. Ajrab turmaganlar, yoqtirmaganlar ajrab turishdi. Mana bu haqiqiy riyosatda hidi kelmaganda raislikda hidi kelmagan payg'ambarimiz. Haqiqiy dindorodlar, haqiqiy ahli ilmdilar. Mana bu sunnat. Oson bir ikki kun tiq tegizmasa chiqib ketadigan tukni qo'yib olib sunnat deb bu sunnatlarda nima mehnat bilan, ilm bilan, amal bilan olinadigan sunnatlar taqdir yurgan nima deyish mumkin? Sunnatga amal qilsan hammasiga qil. Mana shunga ham qil. Mana shu ham sunnat. Safarda ketgan bo'lsalar, biron bir safarda agar ko'p bo'lganda bunaqa voqea.
Bittasi qo'y so'ygan, bittasi qazon falon tayyorlagan, biroz kartoshka piyoz yozatgan. Payg'ambarimiz doim shunda o'tin terishni tanlab, borib o'tin siz qo'yavering, yo'q men ajratib turishni xohlayman. Har odamda vazifa olib ish qilaverganlarda, men ulug'man, payg'ambarman, rahbarman deb raislik hidi kelib turmagan payg'ambarimiz. Ajrab turmaganlar. Kiyimda ham ajramaganlar, boshqada ham. Shuning uchun yamoq kiyib yuraverganlar. Ajramaslik uchun. Hamma bilan barobar. Mana zuhd deydi, mana shuni ham zuhd deydi. Sunnat. Xulqdagi sunnat. Tashqi oson sunnatlarni ilib olib, xulqdagi sunnat changi yotsa nima deyishim? Qilsam hammasini qilib chiroyli ko'rin. Shuning uchun ba'zilar xunuk ko'rinadi. Tashqi sunnat qilib, xulqdagi sunnat qilmagani uchun xunuk ko'rsatib qo'ygan Xudoy taolo. Foydasi yo'q o'sha sunnatni odamlar ichida obro' o'tirmaydi. Salla chapon kiyib olgan, lekin bu osonida u. Va xulqni o'zgartirish, mana bunday qilib tuzotish bu oson ish emas. Shuning uchun bu sunnat muhim. Shuning uchun aynan din peshvolariga, din ahliga, ya'ni ilm ahliga mana shu rahbariylik kelib turmasi kerak. Men ulug' akamdaman degan da'vo paydo bo'lib qoladi. Maqtalavergandan keyin maqtovga o'rganib qoladi bu. Mana shu nafsda ayniganini birinchi belgisi debdilar. Nafsda ayniganini birinchi. Bu odam tarbiya beryapman deyapti, o'zi tarbiyaga muhtoj odam hisoblanadi debdilar. Ana shunaqa odamlar rahbarlikka kelib turgan odam. 4 odam yig'sa darrov o'zini katta olib, shular ichiga bosh bo'lib. Shuning uchun bu yaxshi xulq emas. Lekin rahbarlarga, raislarga, hokimlarga bu ravo, endi ular vazifasini qilish kerak. Bu masala ahli ilmga, ahli tariqatga noravo. Ular o'z vazifasini bajarish kerak. Boshqarish kerak, ularning mas'uliyati boshqacha. Shuning uchun Alloh taolo Qasos surasining 83-oyatida dediki, Bismillahirrohmanirrohim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Biz o'sha oxirat diyorini, jannatni yerda oliylik da'vo qilmagan, rahbarligida kelmagan demoqchida mana shu. Oliylik da'vo qilmagan, takabburlik va buzg'unchilik qilmaganlar uchun tayyorlab qo'ydik. Oqibat ana shunday taqvodorlarnikidir deb tugatyapti gapni. Taqvo deyapti shuni. Oliylik da'vo qilmaslikda taqvo deyapti Xudoy taolo. Qarang, e'tibor qiling, taqvo deyapti. Oqibat taqvodorlarniki deb tugatyaptim gapini. Bo'ldi, u avvalgisi yerda oliylik da'vo qilmaganlar uchun qildim jannat deyapti. Manmanlik qilib o'zini katta olmaganlar uchun ekan. Asta-sekin obro' ortib borgan sari bunday odamlar, oliylik da'vosidagi odamlar sinovi og'irlashib boraveradi. Hamma bu kishi muxlis yetib qolgan deb maqtaversa, bu rohat tuyadi-da bundan eshitgan sari. Keyin bir kunlari birida bittasi "Sen riyokorsan, sen hech kimsan" desa, tamom, insult berib yuboradi. Sahar oshib ketadi. Tap etib bir yaxshilamay qoladi. Shu bilan nima bo'ladi? Asl qalbidagi hammadan berkitib yurgan narsasi. Odamlar orasida soxta kamtarlik qilib yurgani, o'zini jo'rttaga pas olib yurgani, lekin ichida oliylik da'vosi borligi. Ishdan fosh bo'ladi, sen hech kimsan desa. Shuna bilinadi-da bu. Sen riyokorsan deng shunaqa odamga bor. Shu zahoti rangi bo'zrayib, gapi adashib ketsa bor-ku. Bo'ldi, u riyokor. Bu tarbiya topgan yo'q. Ahli tariqat tarbiyalab olmagan odam holi. Tariqat ahli mana shunday bo'lishi kerak. Bu ahli ilmning holi mana shu. Ashta fosh bo'ladi-da, asl basharasi ochilib ketadi. Berkitib yurgan basharasi bor-ku, ustini yopib yurgan, ochiladi. Buni Allohning valilari nazari bilan kuzatish kerak-da bu narsani. Mana bu yuqoridagi valiylarning so'zi, hikmatlari ochiqlab beradi-da, u tarozisi. Mana shu bizga shu tarozilarga tortish kerak. O'zimizda tarozilar buzuq. Men nima qildim? Buzuqda u tarozi ishlamayapti.
Nima qilganini ko'rsata olmayapti o'sha tarozi. Bo'ldi, uni buzuqda u. Men nima qildim? Tarozim tushib ketgan, egri bo'lib qolgan. Nima qilganingni ham bilmayapsan. Chunki o'zingcha shu to'g'ri, hammasi cho'tka deb o'ylayapsan. Torta olmayapti tarozi. To'g'rilolmayapti. Mana shu narsa nafsning xohishi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llaridan Madina ko'chalaridagi har qanday yosh bola o'z ishiniga mashg'ul qilardi deydilar. Qo'yla yuqorida aytdik bu hadis. Yana deydilar, ma'rifat ahllari Allohning yerdagi yovvoyilaridir. Hech kimga o'rgana olmaydilar. Bu gap chuqurligini qarang. Ma'rifat degani Xudoni taniganlar degani. Xudoga intilib shunga ketganlar Allohning yerdagi yovvoyilaridir. Yovvoyi degani xonakilashtirilib bo'lmaydi-da. Hech kimga o'rgana olmaydilar degani dunyoga moslasha olmaydi, dunyo bilan kelisha olmaydi degani. Endi hozirgi vaqtda dunyo bilan moslashganini ko'rib qolsangiz, o'zini yovvoyi deb yurgan bo'lsa, ma'rifat ahli deb yurgan bo'lsa, xonaki yo'q, ko'kka bo'yalganda u. Alablo kaftarchayu, lekin ko'k yovvoyiga bo'ylanib olgan. U asli xonaki u. U dunyo parasi. Asl yovvoyilarni xonak qilib bo'lmaydi. Ya'ni hech qachon dunyoga ular yopishmaydi. Gapning ma'nosi shu. Har qancha urinsa ham baribir yovvoyilikcha qolaveradi. Allohni yaxshi tanigan kishi baribir undan ajramaydilar, Xudodan ajratib bo'lmaydi ular. Boshqalar bilan uns topmaydilar. Ya'ni uns degani boshqadan huzur tuymaydi. O'tirishlarda rohatlanmaydi. Rohatni faqat ibodatda, Xudo bilan bo'lganda, yolg'iz qolganda tuyishga o'rgangan bu. Mana bu yovvoyi deb shuni aytayaptilar. Ma'rifat ahli o'sha bilganiga amal qilganda aytadilarda, biz ham ma'rifat ahli. Lekin amal qilmaganimiz uchun biz o'ng yovvoyi bo'lganmiz, biz xonaki. Bu haqiqiysini aytayaptilar bular. Ma'rifat ahli degani o'sha bilib, ma'rifat tanib, shunga amal qilgan ahli yovvoyilaridir deb shuni aytayaptilar. Biz yovvoyi bo'lganmiz yo'q. Qoq o'rtasida. Maylo hammasini ushlab turamiz. Shuning uchun yovvoyilikda da'vo qilyapmiz. Yana aytadilar. Zohidlar dunyodagi g'arblardir, oriflar esa oxiratda ham g'arbdirlar. Gap chuqurligi. Zohidlar dunyodagi g'arb deganda endi bu notavon, bechora degani emas. G'arb deganda begona deyish. G'ariblar deb u chekka chiqib begona bo'lib yurganlarda aytadi asli. Musofirni g'arib deydi. O'sha xalqqa yopisha olmaydi-da baribir. G'aribda u. Shuning uchun zohid bo'ldingmi? Demak, sen dunyoda g'arib bo'lishing kerak. Dunyodan sen begonalashishing kerak. Dunyoga nihoyatda qattiq us qo'yib, tamom shu uchun o'lib tirilmaslik kerak. Zohidning vazifasi nafsiga qarshi. Nafsi shuni qo'layapti, nafsi ibodatdan kayf qilish kerak. Ibodatdan, Xudo bilan zikrdan ko'chirish kerak. Hamma rohat, huzurlarni. Zohidning vazifasi shu. Bu nafsga qarshi chiqaverishdan ta'ni tarbiya topib shunga keladi. O'ylaysizki, bu bo'lmagan gaplar gapirib beryapti deb o'ylamang. Chunki u bo'ladi. Bir boshdan chiqib borsa bo'ladi. Bo'lganki, ulamolarni biz bo'lganlarda ko'rib, shulardan olib aytilayotgan narsa bu. Bo'lmayman deb chalpa bo'lib yerda yotganimiz uchun bo'lmayapmiz biz. Eshitaversak, harakat qilsak, dunyoni avrastarini kuzatsak, hech narsa emas-da bu. Shuncha vaqt ijtimoiy bo'lmadik. Keyin ham ijtimoiy bo'lmaymiz. Bu aniq. Ishda yuraversak, shuni o'ziga tashlanib yuraversak, shu bo'lishimiz shunday bo'lib o'tib ketamiz. Lekin zohid bo'lsak, biz besh qilib shandaqa katta mulk ketib qoladi. Bir uradiki, shuna 5 bo'lasiz. Biz sazdani qiladi bir urishda. Demoqchimizki, joningizni oladi, boshqa tanaga kiritib, boshqa sayyoraga, boshqa olam, boshqa bir jannat deb atalmish go'zal bir hayot ketib qo'yadi bir zumda.
Shundoqa bo'lishga da'vo qilib, unga da'vogarlar zohid bo'lishi kerak ular. Foniy bo'lish kerak dunyodan. Dunyodan yo'qolish kerak. Dunyodan keragini olish kerak, qolganini berish kerak. Bechoraga berish kerak, ahli oilaga berish kerak. Mayli, abarotda tursin, ko'paysa yana beramiz. Toza intib tashlab kambag'al bo'ladi degani yo'q-da. Mana zavodlar qurib tashlaysanmi? Ishlar ursin, yana ham berasan-da, foydasi bor. Lekin yeyishga tiqma. Zavoding 3 ta bo'lsa ham dasturxoningda bir xil narsa qo'y. Asal yeging bormi, shu kun murabbolarni olib tashlaysan. Asalni qo'y, bo'l, nonni ziga to'rab qo'yib, shani urib ye. Mana buni zohidlik deydi. 3 ta zavodi bor. Hamma narsani to'dalab yeyish mumkin juda. Bir shingildan yeb chiqish mumkin. Turli tuman qilib o'tirish mumkin dasturxonini. Lekin zohid bunday qilmaydi. Payg'ambarimiz qilmaganlarda bu odob, nafs tarbiyasi, nafsligini hammasidan qo'yish qo'laydi. Bir katta o'zini stol qilib, barini to'ldirib, o'zi o'tirish qo'laydi. Yoki jo'ralarni o'tirib, bir chekkadan olib, birini haydab, ikkinchisini to ketguncha qavataglardan ichib, keyin ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi hammasini aralashtirib, ki me'dasi aynib og'zidan intifaqir deydi chiqib yotishsa, kechasidan kekirsa, ertalab tursa ichib ketib yotadi. U shantoq bu deyapti-da. Zohid degani shu qanday to'lg'ashim bittasini qo'ying. Tamom, bu 3 ta zavoding ishlayotsa ham, butun dunyo atrofingda yasnalib yotgan bo'lsa ham, ehson qil, zohid qilib o'zingni faqirona yashashga o'rgat. Mana shuni zohidlik deydi. Mana shu tarbiya berilmaydi. Tanamizga, nafsimizga nafs qutura uradi. Ana uni har xilni beraversangiz, endi nafs isteylar bo'lmaydi. Yomon kishlaydi bu. Bu kishlaganda uni ushlab qolish ham qiyin, ipini uzib ketib qoladi, shattaloq birovni ketidan. Ado rasvo bo'lasiz, sharmanda bo'lasiz. Bu dunyo va oxiratda. Shuning uchun boshidan uni ushlab turadi. Oriflar oxiratda ham g'arib degani, oriflar Xudoni nihoyatda qattiq taniganlar. Bular nima qiladi? Xudodan boshqa ne'matdan shu dunyoda ham voz kechadi ular. Oxiratda jannatdan ham voz kechadi. Xudoni diydori uchun. Oriflar boshqa narsani oxiratdan ham g'arib deganda shuni. Shu masala aytilyapti. Yana deydilar. Odam bolasi miskin agar do'zaxdan kambag'allikdan qo'rqqanchalik qo'rqqanda edi, jannatga kirardi. Gapni bu chuqurligini qarang, buni mazmunligini qarang. O'zi amal qilgani uchun aytgani odamga tig'dak kelib sanchilardi. Qarang, shu odam o'zi amal qilgan, shu uchun bu gapni aytib ketgan. Biz uni olib otsak, tig'day bo'lib qalblarga bo'lyapti. Qarang. Odam bolasi miskin degani nochor degani. Agar do'zaxdan kambag'allikdan qo'rqqancha qo'rqqanda edi, jannatga kirardi. Haqiqatan ham bittasiga biz aytdik-da, yonboshlar ovqat yemang kambag'allik keltiradi desak, bo'ldi, o'sha yetdi. Boshqa yonboshlamaydi. Aql adashib yonboshlabdan non tishlamaydi. Shuncha o'tirib esidan chiqmaydi yana. Shuni chordana qilib, bu yonboshlar yaxshi ekan, kambag'al bo'lar ekan odam. Lekin g'iybat qilmang, qabrda azob tortasiz, jannatga kirmaysiz, do'zaxga kirasiz, 1 soat ushlab turgan qolasiz uni. Yo yarim soat. Ma'ruza to'xtagan zoti ana uni maqildi, u moldi, ko'r deb boshlaydi. O cho'loq nima qildi deb boshlaydi. Do'zaxdan qo'rqish yo'qda, shuni ham agar kambag'allik keltiradi deganda qilmas edi shuni. Qarang, kambag'allik keltiradigan shu chiroyli gapni topganlarni qarang, bizning fe'limizga qaralsa mana shunday-da biz. Kelib turgan rizqimizni to'xtatmayotgan narsaga juda ham qattiq perjvat qilamiz-da, to'xtatishiga. To'xtatmaslik uchun har qancha bo'lsa harakat qilamiz. Lekin do'zaxga kirasiz, bir gap bo'lardi endi qarang. Hozircha endi o'tiraman, oxiratda tavba qilaman deydi. Xomtamada bo'lmasa. Yana deydilar. Orif doim Alloh bilan, undan boshqadan uzilgan. Orif kishi, Xudoni tanigan kishi doim Alloh bilan, undan boshqadan uzilgan. Ya'ni
orif bor bo'lishini sirini, o'zini bor bo'lish sirini to'liq bilib, his qilib bo'lgan kishida bu o'rgangan. Unday oriflik darajasiga yetgan odam nima ish qilsa Alloh xohlaganiga qarab qiladi. Xudo xohlamaganidan qo'l tortadi. Bu degani doim birga degani Xudo xohlamagan ishdan qo'l tortadi, qayta bo'lmasin. Buyurgan ish keldimi, hech kim ushlab qola olmaydi, uni qiladi. Ana shuni aytibdilar. Orif degani o'zi tanuvchi degani, biluvchi degani. Arafa degani tanish, o'rganish, bilib bo'lgan. O'zi nima qilib yurganini bu dunyoda yaxshi bilib bo'lganda, o'sha ipidan egnasigacha biladi. Unga o'sha boshqa bir ustoz, bir nima unga tushuntirib beruvchi ham kerak ham yo'q, shu darajaga yetib bo'lgan. Bu dunyoda nima ish qilib yurganini, asosiy bu yerda yashashdan maqsad nimaligini bilib bo'lgan u. Shuning uchun bundaqa odam Xudodan uzilmaydi hech qachon. Har soniyada Xudoga duo qiladi. Ro'lga o'tirganda Xudoga duo qiladi. Tushganda duo qiladi. Bozorga kirganda duo qiladi. Chiqqanda duo qiladi. Hojatxonaga borganda duo qiladi. Chiqqanda duo qiladi. Hamma yoqda duo. Duo degani bu Xudo bilan aloqa qilib turish. Xudoga dardni aytib aylash. Uzilish yo'qda. Yani shuni aytadi orifda. Yana deydilar. Kimki aqlini yaxshi ishlatmasa, Rabbisiga yaxshi ibodat qila olmaydi. Aqlini yaxshi ishlatmasa, har bir vaqtda eng afzal amal nimaligini ham aql bilan amal aytdi. Mana shu hozir nima qilib o'tiribmiz? Shu kino ko'rib, undan Qur'on o'qi. Afzal shuku, zikr qilin deganlar. G'iybat qilaylik, aqllashib o'tirganda, turalik, omon qilaylik, endi borib naroda zikr qilaylik degan. Qur'on o'qiylik. Afzal amal. Odam Allohga ibodat qilyapman deb bandalarga sig'inib yurgan bo'ladi ba'zilar. Shunaqa odamlar borda, ibodat qilyapman deb bandaga sig'inayotgan bo'ladi. O'zi bilmaydi shuni. Shu ibodat qilishdan maqsad bandaga yoqish bo'lgandan keyin o'shanga sig'inish hisoblanadi. O'sha hajga ham bandalar uchun borib keladiganlar, sig'inib. Xudoga sig'inib borib kelmaydi hajga, bandalarga sig'inib borib keladi. Chunki hoji bobo bo'lish, falonchi bo'ladi, men bo'lmaymanman. Mana shu ibodatda nima bo'lyapti o'zi? Xudoga sig'inib borayotgan yo'q hajga, bandaga sig'inib boryapti. Lekin bechora o'zi bilmaydi. Ancha chamalab keladi. Ana bu nimadan kelib chiqadi desa, ilmsizlikdan-da. Yuqorida aytdilar-ku. Agar aql ishlamasin, aqlni ishlatmaslikda bu. Aql ishlamaganidan keyin gapni tushunmaydi-da bunda. Qancha aytsa ham tushunmaydi. Qaysi gap haq, qaysi gap botil bilmaydi. Shakliga, taqlidiga qarab, shuhratiga qarab baho berib, dinda tortishib yuraveradi unda qoladi. Bunday kishining aqli nima? Noqis bo'ladi. Uning ibodati ibodat bo'lmaydi u. U bandalarga sig'inib yurgan holida qoladi u, shu aqlsizlik bilan. Kimki amalini ofatlaridan, uning ofatlari nima oxiratga yetkazishdan to'sadi, bilmagandan keyin uni saqlab oxiratga olib bora olmaydi. Amalni qilish oson, yetkazish qiyin. Nimadan so'ragasa aql ishlamagandan keyin buni eplab olib bora olmaydi. Yana deydilar, shunday kishilar bor, dunyoni ne'mat va lazzatlarni tark qilishadi-yu, ammo oxiratni qilgan talabiga itoat qila olmaydilar. Sodiq bo'la olmaydilar. Shundaylarga o'xshab qolmang. Na dunyosi qoldi ularda, na oxirati deyaptilar. Haqiqatan ba'zilar oxirat uchun dunyo lazzatlaridan o'zini tiyadi, ichmaydi, o'ynaga zinoga bormaydi. Lazzatlardan tiyib yuribdi, lekin aqida buzuq. Xudoni osmonda yuribdi. Yoki boshqa aytaylik, oxirat qaytargan narsalarni boshqasidan ba'zi narsalarni urib tikka urib bosib yuribdi. Bularni na dunyoda lazzat oladi, endi bu lazzatdan tiyilgan o'zi. Na oxiratda lazzat bor. Mana shulardan bo'lib bular aholi oxirat. Kofir-ku shiddat lazzatlanadi. Fosiq. Lekin bu lazzatlardan tiyilib turib oxiratdagidan ham quruq olish bu og'ir oqibat deyaptilar. Bunga ehtiyot bo'lmaydi deyaptilar. Yana aytadilar, kimgaki odamlar qadrsiz bo'lmasa, Alloh qadrli bo'lmaydi. Bu gapni chuqurligini qarang. Kimgaki odamlar qadrsiz bo'lmasa, bu degani mensimasa odamlar degani emas. Odamlarning nazarini qadri bo'lmasa, maqtovini qadri bo'lmasa, yomonlashini qadri bo'lmasa,
Odamlar nima deydi degan narsa butunlay isparina bo'lib ketgan bo'lsa, yo'q bo'lsa-da, shunaqangi bir umid bo'lmasa unda. Ya'ni odamlarda orasida o'rin topishga intilmasa degani bu. Keyin Xudo uni qadri bo'ladi oldida. Ya'ni Xudo unga qadr beradi degani. Yana aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo sizlarni haqingizda o'zi bilgan narsaga ko'ra mukofotlaydi yoki jazolaydi. Odamlarni siz haqingizda bilganiga qarab yo'q. Shuning uchun odamlarga yoqay deb harakat qilmang. Odamlarga yoqqaningiz bilan ularga yaxshi deyishi bilan sizni jannatga kiritib qo'ymaydi, deyapti. O'zi bilgani bilan olib kiradi jannatga. Shuning uchun odamlarning ichida yaxshi bo'lay, mana shu amalni qilib chil-chil oxiratda daromad keltiradigan savobli amallarni, rasxotlarni qilib odamlarga yoqib qo'yish uchun, shunga yetkazib qo'yish uchun niyat qilib qo'yadi. Tamom, o'sha yerda nima bo'ladi? Ham qimmatbaho daromaddan mahrum bo'ladi, ham odamlarda maqtashi bunga hech nima. Oxiratda buni Xudo taolo ulardan, odamlardan turg'izib so'rab, jazolab yoki nima qilmaydi. O'zi bilganidan deyaptilar. Bu degani odam shavanda, ya'ni odamlarga yoqish dardida yashama. Eldi ichida obro'ni man deydi, tom bittasi aytadiki, mijjalab yiqqan obro'ni cho'chib yubordi deydi. Mijjalab degani u qosh teratgan bilan yiqqanda qiyin deganda, u umiddan qilmaydi, o'sha umid qilmasang cho'chilganini ham bilmaysan, uncha g'am ham bosmaysan. G'am nimadan keladi? O'sha umid bilan o'zi odamlarga yoqishga harakat qilgan, zo'rg'a yoqqanda bu o'g'li shu qiliqni qilib hamma ish sharmanda qildi endi buni. Zo'rg'a yoqildi. 20 yil tirishuvdi-da bu yoqishga. U tez yil harakat, hajga ham shularga yoqish uchun borib keldi o'zi aslida. $7,000 yesiz. Umraga ham shunga boruvdi, zakotni ham shunga berardi. Ha bu o'g'li rasvo qilib o'tiribdi, nima deydi? Ha nima deysiz? Mana bu qurib qolishdi. Mana bu sharmandalik, bu oxir, bu bilan saodat topmaydi bu. Shuning uchun Alloh taoloning mukofoti, jazosi Xudo o'zi bilganidan qiladi. Xalqqa bildirishga harakat qilishingiz shart emas. Xalqda oldida o'zingizni oqlashga tirishingiz ham shart emas. Xudoning oldida oq bo'lavering, Xudo taolo o'zi oqlab qo'yadi. Yana deydilar, zohirini chiroyli qilishga urinib, o'sha bilan band bo'ladiganlardan bo'lmang. Ya'ni zohirini chiroyli qilib, o'sha bilan, ya'ni shunga urinib, o'sha bilan amal qiladiganlardan bo'lmang. Zohir xalq uchun, botin haq uchun, Xudo uchun bo'ladi. Amal solihlarda qalb qo'shilib ibodat qilsinki, u amal tirik bo'lsin. Alloh uni qabul qilsin. Shunda demoqchilar. Zohir yuqoridagi gapga sharh bu ham. Zohirga harakat tus beravermay, botinni ham ishlating ibodatda. Yana deydilar, zohidlikni dunyo topishga vasila bo'ladigan kasb qilib olmang, balki oxiratga erishtiradigan ibodat qiling. Ya'ni o'zingizni zohidligingizni odamlarga ko'rsatib, men manga parhezgor, men bilan bemalol ish qilaver, men aldanmayman demoqchi bo'lib, zohidlikdan foydalanib kimlardir sherik biznesga qo'shilmoqchi bo'lib, o'zini zohidligini izhor qiladi ba'zilar. Uni Xudo uchun qil, odamlarga bildirish uchun qilma, aytmayam. Ya men deb tirishib o'zi kecha nafsini zo'rg'a ko'ndirib dasturxonga bir xil asalni yo'mtib, murabboni qo'ydi, boshqa narsani olib tashlab, zo'rg'a chidab, bir amallab nafsini to'palanglariga dosh berib, cho'shdi o'zi. Kelib masjidda aytib o'tiribdi endi bu. Bu odamlarga yoqmoqchi. Shundoq qildim. Nima qilish kerak shunga? Bular nima qilsin senga shunga? Ya zo'r bo'lib ketdi bu odam deysinmi? Shu kerakmi? Bu zohidlik Xudo uchun qilinish kerak edi, odamlarga ishlatib yording bu. Nima bo'ldi? Bu ishlar bo'lmaydi bu. Bu nafs tarbiya topmaydi. Bitta lazzatni siqib ikkinchisiga ishlatyapti. Odamlar ichidan maqtalish ham lazzat beradi. Unda qolmaydi. Birinchisidan siqib kelib masjidda aytib ikkinchi lazzatni olyapti. Ha bundan bu to'y bo'k yeyolmaysanmi? Riyo qilib. Bu Xudo uchun qilish kerak edi, xalq uchun qilib qo'yding. Bitta gunohkor ham bo'lding. Undan to'y yeganingda hech nima bo'lmasdi.
Hammasini tiqishni bilmaysanmi? Bir iching ketardi, tamomda. Dorini ichib yotaverardik. Shuning uchun aytganlarda zuq shirin va achchiq. Gapirish shirin, eshitish shirin, amal qilish achchiq. Yana ayting, shunda duo qilar ekan bu kishi. Ey Allohim, gunohkor bo'lganimdagi sandan umidim toat qilganimdagi umidimdan baland. Nuqaran gapdi. Gunoh qilganimdagi sandan bo'lgan umidim toat qilib orqasidan qilgan umidimdan baland. Nimaga? Gunoh qilganda seni rahmatingagina. Menda ishtima yo'q, endi gunoh qilib qo'ydim, endi sen rahmatingga ilashyapman. Bu yerda amal qilgandan keyin bo'lsa amalga ilashyapman. Men amal qildim, berasan deb deyapmiz. Bundagi umid undagi umiddan farqi bor deyaplar-da. U umid ulug' umid. Gunoh qilib umidlangan, chunki bu hech nimasi yo'q, men hech kimman deb umid qilyapti. Bu ulug' deyaptilar. Mana shu amal ulug'. Bir amalni qilib turib, Qur'onni o'qib, yo 1 million marta istig'for aytib bo'lib turib, qo'yilmisan Robbim, qolib tashlanmayapti. Berasan deyman, qayerga borasan boshqa? Ber endi deb so'rash bor-ku. Undan gunoh qilib, "Ya Robbim, kechiring, ber endi" deyish yaxshi ulug'. Chunki bu betda amalga suyanyapti-da, bu 1 millionta aytgan istig'foriga suyanib, kun to'q bo'lyapti. Betda men amalimga suyanaman deydi. Betda seni rahmatingga suyanaman. Xudoning rahmatiga suyanish ulug'da baribir. Chunki payg'ambarimiz aytganlarda hadis bor. Hech qaysingizni amalingiz jannatga olib kirmaydi, Xudoning rahmati olib kiradi. Amalga suyanman degani bu. Amalni qilib unga us qo'yib, o'shanga suyanib olman. Endi xohlasang ham qilasan, olmasan, odam bor. Deb katta keta olmaymiz. Hech qaysin qabul qilmay jahannamga olib qo'ysa, hech kim bizni tarafimizda olmaydi. Chunki uning rahmati, marhamatiga topshiramiz. Amalni qilamiz, Allohning marhamatiga, rahmatiga topshiramiz. Endi bu bilmadim endi. Bu amalni qildik endi. Ya'ni endi bilmasak endi deb turish kerak. Rahmatingga marhamating keyin qayar marhamat qilsang olasan, yordam qilasan. Bo'lmasa bu amal eshitma degan e'tiqodda turish kerak. Ibn Atollohning bitta nimalari ham, hikmatlari ham shu. Min alamatil i'timad ala al-amali nuqsonur rajo'i inda wujudiz zalal. Bandaning amaliga tayanayotgani alomatlaridan biri oyog'i to'yganda, gunoh qilgan paytda umidini kamayishi. Amal qilganda Xudoga umidi kuchayib, amal qilmay bir gunoh qilsa umidi susayishi, amalga suyanishining alomati mana shu. Yo, men suyanmayman deydi, mana shundan bilinib qolaveradi. Xudoning rahmatiga suyanish kerak, amalga hech qachon suyanilmaydi. Mana shu nafs tarbiyasini shunga to'g'rilamagunimizcha biz zafar topmaymiz.